Ko'rib turganingizdek, 24 yoshli bemorimizda 6 yil brek sistema taqqanda shu holatga kelib qolganlar. Quyidagi klinik keysimizda ko'p tishlari noto'g'ri olingan, qolgan tishlari esa karies bilan поражение bo'lgan va undan tashqari tishlarimiz atrofidagi suyak to'qimasi noto'g'ri ortodontik muolajasi hisobiga erib ketib qolgan. Endi bu bemorimizga biz qanaqangi strategiya qildik? Bu bemorimizga biz yuqori pastki jag'lardan hamma tishlarni olishga tavsiya qildik, chunki tishlarning atrofida yetarli darajada suyak bo'lmaganligi uchun bu tishlarimiz ko'p yilga xizmat qilib bermasligini biz diagnostika jarayonida aniqladik. Yuqori pastki jag'iga All-in-6 xirurgik manipulyatsiyadan, ya'ni yuqori jag'imizga 6 ta implantlar va pastki jag'iga spesial 6 ta ARI implantlarni qo'yishga tavsiya qildik va undan keyin reabilitatsiyaga o'tkazib 6 dan 6 gacha, ya'ni yuqori jag'im 12 ta koronka, pastki jag'im 12 ta plastmas koronka qo'yib total reabilitatsiyaga o'tkazdik. Hozirgi holatda bemorimiz profil jihatidan, funksiya jihatidan shikoyatlari yo'q. Total reabilitatsiyani davom ettiryapmiz. Agar sizda xuddi shunday muammolar bo'lsa va natijasi kafolatlangan stomatologik xizmatlar kerak bo'lsa, kommentariyada tish so'zini yozib qoldiring.